Luisa Lopesmi? Ha! Mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib boring. Böyle gap yok. Sizin mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir-ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin unaqa bezovta qilmayman. Vizitkamni beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat. Mashinangizni itargandan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo. Alo, buningiz qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinangni itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani xizmat bo'lsa telefon qilaverasa deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi. Telegramdan yumaloq video tashlab Shomurod deb. Bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat tangni. Nima dedi? Urving-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'nadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Yuzga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtida aytmaysan, jinni? Alo? Muniz qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka, tanidim. Gapiring. Buning familiyasini aytmabsan-ku, Munizjon? Degan berdik, devoy. Voy akajon, men hozir bandman. Siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Muniz. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin. Seryozni bo'lmas unaqa. Aka, sal kulib jo'nat, sal uncha seriozmisan. Bo'pti, xo'p. Nima baqvor? Qayringdan yuding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan qarorchi. aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilingni. Munisa Rizayevaning mashinasini orqasidan ushlagan qo'llarimni qirqmoqchi emasman. Aka, hozir 3 ta odamga ashula aytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinani itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaklari bitta chotki qilib qo'shiq aytib bergin. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, aka, sizga bay bo'pti paka. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 yoshning boriga baraka. Oğlum nima deb jatdi buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku, senga. Hey, ona, sizga bay bo'pti paka. Munisa Rizayevani mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz? Ishonasizmi aka? Kalbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shunday go'yo kutishday keldilar-da, mashinamni itarib boring dedilar.